Ötken yılı dekabr Xitayning İstanbul konsulxonasining oldida boshlangan lager qurbonlari yaqinlari tarafidan tashkillangan millat navbatda faoliyatining 109-kunida Barin inqilobining 31 yilligini xotirlash munosabati bilan axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazildi. Xitayning İstanbul konsulxonasining oldida elib berilgan faoliyatga Turkiyadagi Uyg'ur jamoati, yerlik va chet ellik jurnalistlar, siyosiy partiya vakillari va fuqaroviy tashkilot mas'ullari qatnashdi. Lager qurbonlari yaqinlari arabcha, inglizcha, xitoycha va turkcha qatorliq tillarda Xitoyning Uyg'ur elida elib borgan keng ko'lamli qatlamlar haqida tushuncha berdi va qatlamda vafot bo'lgan Uyg'urlarni xotirladi. Shuning bilan birga dunyoning har qaysi joylaridan Barin shahidlarini xotirlash va Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish faoliyatlari o'tkazildi. Yaponiya Xitoyning Sharqiy dengizdagi tahdid harakatini to'xtatishga va Sharqiy Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquq tafsandichiligini hal qilishga chaqirdi. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligining xabariga qaraganda, Yaponiya Tashqi ishlar ministri Motegi Toshimitsu Xitoy mansabdoshi Wang Yi bilan 90 minutlik telefonlashgan. Ministr Motegi yig'in jarayonida Sharqiy dengizdagi talash tortishdagi Senkaku oroli atrofidagi Yaponiya zaminining daxl tarozga uchrashiga qattiq ko'ngil bo'ladiganligini o'tirg'a qo'ygan va Xitoydan bu faoliyatlarni to'xtatishni talab qilgan. Motegi yana Xitoyning Sharqiy Turkiston rayoni va Hong Kong alayda ma'muriy rayonidagi kishilik huquq tafsandichiligini hal qilishga chaqirgan. Yig'in jarayonida ikki davlat o'rtasidagi odil va tarafsiz savdoga kafolatlik qilish, koronavirus va klimat o'zgarishi qatorliq jihatlarda hamkorlikni saqlashning muhimligi muzokara qilingan. Germaniya ishçilari Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dash birlashmasi qurib, Xitoyga qarshi namoyish olib bordi. 3 aprel Germaniyaning Ingolstadt shahridagi German yoshlar o'zligidan qo'zg'alib, Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dash birlashmasini qurib, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan hokimiyat bilan bo'lgan hamkorlikni to'xtatinglar degan shior ostida namoyish olib borgan. Bu namoyishni markaziy Myunxen shahrida bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi qo'llagan va namoyishdan ilgari Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa apandi nutq so'zlab, Germaniyadagi Uyg'urlarni bu qitimqi namoyishga germanlar bilan birlikda ishtirok qilishga safarbar qilgan. Namoyishda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka qattiq ayblanish bilan birga Ingolstadt shahridagi Kongzi institutini taqashmi talab qilingan. Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dash birlashmasining mas'ullari namoyish maydonida nutqlarni so'zlab, Xitoyning insoniyatsiz jinoyatlarga bo'lgan g'azablarini va Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshligini namoyon qilgan. Namoyishga German yoshlaridan sirt, Germaniyaning Ingolstadt shahridagi ba'zi hukumat arboblari, turk tashkilotlarining a'zolari va Germaniyaning har qaysi shaharlaridan kelgan Uyg'urlar bo'lib 200 ga yaqin kishi qatnashgan. Shvetsiyaning dunyoga dangliq H&M shirkati Uyg'ur majburiy emgak masalasidagi so'zi tufayli Xitoy doiralari va Xitoy taratqullarining hujum nishoniga aylanib, Xitoydagi 20 dak do'konini taqishga majbur bo'lgan. New York vaqt gazetining o'tgan hafta oshkorlashicha, H&M'ning Xitoyda 500 dak do'koni bor bo'lib, ulardan 20 dak do'kon taqalgan. Tayvan taratqullarining xabarlarida bu do'konlarning ba'zilarining ijara berguchi o'rinning to'xtamini buzib, do'konni qaytarib olishi sababli taqalganligi bildirilgan. Yaqinda H&M, Nike, Adidas, Burberry qatorliq xalqaro sifatlik paxta tashkilotiga a'zo bo'lgan dangliq xalqaroliq markalar o'zlarining Sharqiy Turkiston paxtasiga bo'lgan andishalarini ifodalagan yoki Sharqiy Turkiston paxtasini ishlatmaydiganligini bildirishgan edi. Biroq Xitoy taratqullari Xitoy fuqarolarini bu shirkatlarning mahsulotlarini boykot qilishga chaqirgan. Bunun oldida Amerika, Kanada, Angliya va Yevropa ittifoqi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligida javobgarligi bor 4 Xitoy amaldori va bir hukumat apparatini jazolagan edi. Birmada harbiy siyosiy o'zgarish va saylangan hukumat a'zolarining tutib turilishiga qarshi namoyish davomlashmoqda. Bexatarlik qismlarining aralashishi natijasida hayotidan ayrilganlarning soni 572 yetdi. Siyosiy mahbuslarga yordam berish tashkiloti kundalik dokladida yaqinqi 24 soat ichida yana 6 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Dokladda qazo qilganlarning umumiy sonining 572 ga yetganligi va 2728 kishining qo'lga ilinganligini bayon qilgan.
Yana bir tarafdan Bermaning sharqidagi Shan o'lkasining Tayland chegarasida yashaydigan nurg'un fuqarolar armiyaning bu rayonga havo hujumi elib berish ehtimolligiga qarata uy makonlarini tashlab qochmoqda.